Apple endi iPhone'larni arendaga berishni boshladi. Bu yerda eng shokka tushiradigani bu narxi. Oddiy modellar $17 oyiga, maksimal 17 Pro Max va qimmat modellari oyiga $40. Bu hozircha faqat Amerikada. Buni xalq ikki xil kutib olgan. Pozitivi bu iPhone'ning qimmat modellarini ola olmay yurgan, iPhone'ga o'ta olmay yurgan odamlarga tayyor imkoniyat, hamma o'tib ketadi, chunki narxlar o'ta arzon. Oyiga $40dan bo'lsa 17 Pro Max'larni ishlatgan bo'lamiz arendaga. 2 yilga, 2 yildan keyin oylik to'lab yana qaytarib bera olasiz ishlatib bo'lganingizdan keyin. Negativlar, fikrlar ko'proq. iPhone kelajakda kuzdagi narxlar o'ta ham qimmat chiqishi. Bu haqiqatga yaqinroq, chunki Xitoydan va Hindistondan iPhone zavodlarini ko'chiryapti. Xabaringlar bo'lsa, Samsung bilan birgalikda Amerikaga mutaxassislarning aytishicha bo'yicha bu 2 barobar narxini kamida oshiradi, bo'lmasa 3 barobargacha uradi degan qo'rqinchli xabarlar ham bor. Ikkinchisi bu Amerika xalqini yoki odamlarda hech narsasi, hatto telefoni ham o'ziniki bo'lmaydi, arendada bo'lar ekan, uy arendada, mashinasi variant degan fikrlar bildirishgan. Uchinchisi bu o'rtadagi telefon sotadiganlarni ishiga bolta urgan bu bilan Apple degan o'rtadagi o'zi variantga beradigan, arendaga beradigan firmalarni olib tashlab xaridorga promo chiqmoqchi. Hamma o'sha bilsanglar Amerikada iPhone'larda через kompaniyalar orqali ko'p variantga sotiladi. Uzib olishga AT&T, ya'ni biz Beeline, Ucellga o'xshagan kompaniyalar orqali shularni ham chopmoqchi. O'ta katta zarba bu degan fikrlar bildirishgan. Siz o'zingiz fikringizni bildiring. O'zbekistonda shunaqa $17 arzon modeli, $40 eng qimmat modellari bo'lsa, siz olamidingiz yoki iPhone ololmay yurganlar videolar jo'natib qo'yinglar, o'z fikrini bildirsin. Qachon bizda ochilarkin deb qolamikin odamlar bizda.